Erta tong. Bobo quyosh sekin astalik bilan o'zining beminnat zarin nurlarini ona zamin uzra sochmoqda. Tabiatning bu ne'matidan kuch olib, yer bag'irlab, oltin kuzning nafis gulidek yastanib yotgan bu gullarni ko'rgan ko'z borki, ko'ngillar huzur olishi tabiiy. Jizzax viloyati Baxmal tumanining So'lim go'shalarida yetishtirilayotgan zafaron olovdek tovlanib, shafaqdek jilovlanib turibdi. Ayni kunlarda esa plantatsiyalardagi hosilning yig'im-terimi ommaviy tus olyapti. Kun sayin gullarning ochilish jarayoni jadallashib bormoqda. Shifobaxsh nafis o'simlikning hosilini nes-nobud qilmay yig'ib olish uchun mahalliy hududda yashovchi 100 nafarga yaqin mavsumiy ishchilar jalb qilingan. Mavsum davomida ularning soni har kuni ortib boradi. Muhimi, terimchilar qilayotgan mehnatidan, topayotgan kunlik daromadidan bahramand. O'z navbatida terib olingan hosilni ajratish va quritish ishlari ham amalga oshirilyapti. Quritilgan o'simlik stigmalari tayyor mahsulot sifatida mahalliy va xorij bozorlariga chiqarish uchun maxsus idishlarga qadoqlab boriladi. Keyingi manzil esa aniq dunyo bozorlariga yo'l. Dunyo esa dunyo bo'libdiki, yaratganimiz har bandani rizqi bilan qo'shib, uning salomatligi, tan sihatligi uchun ham turli dorivor ne'matlarni in'om etib qo'yibdi. Qariyb 3000 yillik tarixga ega zafaron o'simligi inson organizmiga shifo baxshligi bilan ma'lum va mashhur. Ushbu noyob ziravorning shu kunga qadar 90 xil turdagi kasalliklarni davolashda qo'llanilishi aniqlangan. Illo shoir aytmoqchi: zafaronning zarhal jilosi, ko'zda nurim, tanam shifosi. Jilolanib oltin rangila, jannatlardan taralgan isi.